bugungi kunda bir mazhab, bir imomni ortidan ergashishlik, bir imomga taqlid qilishlik har bir mo'min musulmonni vazifasi ekanligini bu suhbatingizdan, bu so'zlaringizdan anglab oldik. Darhaqiqat insonlar darajasi har xil bo'ladi. Asli ulamolar aytadilarki, dinning asosi ikki narsa ustiga quriladi. Naql sahih va fahm sahih. Ya'ni sahih naql, Rasul akram alayhisolatu vassalomdan kelayotgan to'g'ri ishonchli ma'lumotlar va o'sha ma'lumotlarni to'g'ri anglash, to'g'ri tushunish ustiga qurilgan. Va insonlarning fahmi turli xil bo'ladi. Bu aniq. Turli xil bo'lgandan keyin shu fahm darajasi yuqori bo'lgan insonlarga ergashishlik, shu fahm darajasi ularchalik bo'lmagan insonlarga lozim bo'ladi. Ergashlik kerak bo'ladi. Zero insonning tabiatida ergashlik, bir narsaga taqlid qilishlik. Yosh bola uyida katta bo'ladi, otasiga qarab bir ishlarni qiladi. Ba'zi xonadonlarda masalan bir narsani yeyishlikka odat bo'lgan bo'lsa, qaysi narsani yemasalar, o'sha bola katta bo'lganda yegisi kelmaydi. Xuddi shuni singari boshqa sohalarda ham. Har sohada odam bir narsaga kirishdan oldin o'sha sohadagi shu narsani biladigan, o'sha sohani biladigan odamlarga ergashishlari kerak bo'ladi. Yani xususan endi biz boshqa har sohada o'zimizga ustoz izlaymiz. Har sohada u kasbkor bo'ladimi, boshqa ilm sohasi bo'ladimi, hamma o'ziga ustoz izlab, o'shaning orqasidan o'rganib, shuni ortida yuradi-yu, nima uchun endi din diyonatda ustoz tanlamaydi? Men o'zim topaman, har narsani o'zim anglayman deydi. Yo'q. Bu o'sha minglab yillardan beri ulamolar, manaman degan ustoz aytdilar, muhaddislar, mufassirlar, faqihlar, mutakallim ulamolar o'zini sohasining eng yetuklari bo'lsa ham, lekin fiqh, ibodat masalalarida, halol harom masalalarida o'zlaridan fahmi kattaroq bo'lgan ustozlar, ya'ni mujtahidlarga ergashishgan. Endi bu yerda xo'p, birov da'vo qilishi mumkin. Biz ham 4 ta mazhabdan chiqib ketmayapmiz bu degan savol bo'ladi. 4 ta mazhabdan chiqmayapmiz, buni bundan olyapmiz, buni bundan olyapmiz desa, ulamolar aytadilarki, bir mazhabda yurish kerak. Ular aytadi, nima dalil bo'ladi? Yuqorida dalillarni ham aytib o'tdingiz va bu narsada ulamolar aytadilarki, taqlid bir kishiga taqlidi shaxsiy deyiladi. Buni o'ziga yarasha dalillari bor. Qur'ondan ham keltirib o'tdingiz. Sahoba ikromlarning davrida ham bo'lgan, masalan, ahli Madina Zayd ibn Sobitni fatvosiga yurgan qancha sahobalar tursa ham, demak, qolganlar aytmaganki, to'xta bir kishiga bog'lab qo'yma bu odamlarni, xohlagandan so'rasin demagan. Kufada Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mazhablari gap bo'lgan. Undan tashqari bu yerda Abu Muso Ash'arining oldiga kelishganda Ibn Mas'ud bor joyda mendan savol so'rama deganlar, masalan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mujtahid darajasidagi zotlar. Lekin shu kishi ham aytganlarki, Ali radhiyallohu anhu bor joyda boshqadan savol so'ramaylar deganlar. Demak, taqlidi shaxsiy bir kishiga ergashishlik lozimligi mana shundan ham kelib chiqyapti. Undan tashqari Ato ibn Abu Raboh tobiinlar zamonida xalifa fatvo chiqargan. Ya'ni jarchi e'lon qilganki, haj masalalarini Ato ibn Raboh hal qiladi. Boshqa odamdan so'ralmasin deb. Demak, bir kishiga shaxsan bir kishiga ergashishlik lozimligi shundan kelib chiqadi. Chunki o'sha davrda ham sahobalar, o'sha davrda ham tobiinlar, buyuk imomlar o'tgan, bunga e'tiroz qilmaganlar. Demak, bundan bu ham dalil bu. Bu dalillar ortidan yana bir narsa borki, taqlid, bir kishiga taqlid qilish, bir mujtahidni so'ziga amal qilishlik bu vojib deyiladi, lekin vojibun li g'ayrihi degan narsa bor. Bu istilohda vojib li aynihi bo'ladi, vojib li g'ayrihi bo'ladi. Ya'ni bir narsa vojib bo'ladi, ayni o'zi uchun vojib bo'ladi. Masalan, namoz o'qish. Namoz o'qishlik o'zi vojib. Boshqa narsa unga sabab bo'lmagan. Lekin ba'zi narsalar bo'ladiki, vojibun li g'ayrihi deyiladi. U vojib boshqa narsalar tufayli vojib bo'lgan. Misol, taqiqlangan ishlarda ham buni ko'rishimiz mumkin. Taqiqlangan mana narsa harom deyilsa, o'zidan o'zi to'g'ridan to'g'ri harom bo'ladi. yoki makruh bo'ladi. Ba'zi ishlar bo'ladi, boshqa bir narsa sababidan makruh qilingan. Masalan, ayollarning masjidga jamoatlarda qatnashishligi. Jamoatlarda qatnashishligi makruh hisoblanadi. Ulamolar makruh deganlar. Lekin nima uchun? Ayni o'zimi yo'q, ayni o'zi bo'lganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlarida ham chiqmagan bo'lardi ular jamoatga. Lekin bu boshqa bir narsa, fitna xavfi bo'lgani uchun. Fitna xavfi ko'payib ketgandan keyin zamon o'tishi bilan odamlar yaxshilikdan ko'ra yomonlar ko'paygani uchun, yaxshilikdan ko'ra yomonlikka qarab qadam bosganligi uchun bu taqiqlab qo'yilgan. Demak, mana bu narsa. Mana bu o'rinda endi bu narsaga to'g'ridan to'g'ri dalil ham shart emas aslida.
to'g'ridan to'g'ri, vojib li g'oyrihiga to'g'ridan to'g'ri o'ziga dalil shart emas, balki o'sha nima uchun harom qilinyapti yoki nima uchun vojib qilyapti, o'sha narsa shuni vojib qilishga yaraydimi, yaramaydimi, shu narsani ko'rib chiqamiz. Endi ulamolar bitta mazhabda yurishni vojib dedilarmi? Bunga nima sabab bo'ladi desa, fitnani oldini olish. U fitna nima edi desa, domla aytdilar, bir iborani aytdilar. Islom ribqa bog'ichini yechib tashlaydi agar turli mazhablarda yuraversa inson. Bir inson qo'lidan qon chiqadi, tahorat qilishim kerak deyapti-da, otasidan shuni eshitgan, bobosidan shuni eshitgan. Lekin yana bittasi aytayapti, u yoqda Shofiy mazhabida sinmas ekan desa, ha Shofiyda sinmas ekan deb namozga qarab ketyapti. Keyingi safar o'sha namozni o'qib turgan joyida xotini kelib qoldi, misol ayoli kelib qoldi, peshonasidan bitta o'pib qo'ydi masalanda. Endi bu masalani bayoni uchun aytamiz. Keyin bu narsada Shofiy mazhabda sinardi. Haliginda Shofiy mazhabga amal qilayotgan edi. Endi u nima qildi? Endi Hanafiyda eshitganki, sinmaydi. Tahorat sinmaydi deb ketyapti. Bunaqada u odamni qachon tahorat sinadi-yu, qachon tahorat qiladi? Demak, islom hukmlari bo'ynidan chiqib ketyapti, yechilib ketyapti. U diyonat emas, dinsizlikka qarab ketyapti. Asli tadayyun insonning maqsadi dindor, musulmonning maqsadi tadayyun, ya'ni dinga amal qilishlik. Tashahhiy emas, ya'ni xohlaganiga, havosiga ergashish emas. Turli mazhablardan turli fikrlarni olib ketaverishlik dinni mustahkamligi emas, insonning xohi havasini orqasidan ergashishlikka sabab bo'ladi. Masalan, bir kishi Shofiy mazhabi bo'yicha 1 yil qurbaqa halol ekan deb yurdi. Keyin 1 yildan keyin Hanafiy mazhabida harom ekandan bunga o'taman deb harom ekan deb yurdi. U nima degani bu? Yuhillunahu aman va yuharrimunahu ama. O'sha yahudlarni odati bu 1 yil halol sanab 1 yil harom sanash. Shunga tushib qoladi bu. Mana shu narsalar e'tiboridan dinga sobitlik, dinga amal qilishlik kuchaymaydi har mazhabdoshdan, balki inson xohi havaslik orqasidan ergashishlik bo'ladi. Sahobalar davrida to'g'ri, xohlagan insonidan so'rab ketishlik odat bo'lgan, lekin ulamolar keyingi davrlarda unaqa bo'lmaydi. Chunki sahoba-i kiromlar davrida ular dinini mustahkamligi uchun so'ragan, taqvosi shunga yarasha bo'lgan. Keyingi davrlarda agar bunga, ya'ni taqlidi mutlaq hammaga ergashsang bo'ladi deydigan bo'lsak, odamlar endi nafs havoyi orqasidan ergashishga to'g'ri keladi. Buni o'zim guvohi bo'ldim. Bir kishiga shu gapni aytsam, o'ylab ko'rib, bir kundan keyin kelib aytdiki, "To'g'ri, men shunaqa bo'lib qolgan ekanman" dedi. Qaysi yengil bo'lsa shuni oladigan bo'lib qolganman dedi. Bu esa aytganimizdek, agar ruxsatlarni odam bilmaydi, endi ruxsatlarning ortidan ketaverishlik dinni, demak, bo'ynidan yechib tashlashga olib keladi bu. Yana birov aytsaki, men bu narsaga ergashishlikda, bu narsani qilishda ustozim bor, falonchi aytgani uchun, falonchi buni tanlab bergani uchun qilyapman desa, unga savolimiz bo'ladiki, u 1000 yildan keyin, 1,5 ming yildan keyin tanlab bergan odamga ergashganing yaxshimi yoki 1000 yildan oldin o'tgan mujtahidga ergashganing yaxshimi? Bu yerda sen mantiq bormi, aql bormi? Shunday javob beramiz unga. Undan tashqari mana shunday odamlarning uyidagi ayollari kimga ergashadi? Bularga ergashadi. Ular dinga emas, omiga ergashayotgan bo'ladi. Bolalari kimga ergashadi? Shularga ergashadi. Demak, ular dinga, olimga, mujtahidga emas, shu bir omiga ergashishlikka olib keladi bu narsa. Bu narsalar mana shu turli xil fitnalar, turli xil yomonliklar, turli xil nima desa bo'ladi, bu holatlarda turli xil dinga oid bo'lmagan narsalar, nafs orqasidan ergashishlik, dindagi asl qoidalarni buzilishligiga olib kelganligi uchun turli mazhablar o'rtasidagi talfiq deyiladi. Undan tanlab, bundan tanlab, unisi rojih ekan, bunisi marjuh ekan deyish. Rojih deyishga yaramaydi. Xo'p, yaraydigan odamga ergashaman deydigan bo'lsa, u ham o'ziga o'xshagan odam, shu zamonning odami. Undan ko'ra bir mazhabga ergashishlik shundan kelib chiqib vojib deyiladi.